Hay kız bil ko'nglimni bersan, hamma rost tur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sani ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hakim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. To'xtama to'xti filmi her shanba kuni yayınlandı. Salon adresimiz To'xtama to'xti. To'xtama to'xti filmini eng süzük altını görmekçi bolsanız, bu işkilik kortni skanerlap Subat Abdidal'ның eng yeni nusxasını düşürün. Ey Nacan, ya ma bichar qizval qığının yani yetmem da, ya men seni mağa qarama chiroying qarab, xeyli bir yaxshi odam ekensam, seni tilingni har o'zingmi bir nacharni ekensizmi? O aks olsangmi men sana deb qo'ya qara. Aka? Aka? Aksi. Seni yarandığı adam kim o? Aka, sen cahillik qilmay men bilan birga kelsang bo'lmamdi deyman. Qara senda bushda jabbat otib ketyapman. Attiga ham gap deyish bo'ldi-ku. Meni qaytqim yo'q ekan. Bu yerda sen bu uyoq buyoq yugurib yurma. Men qaytmayman. To'qim manda adam maydonga aralashma. Bular bilan Hey, kim adam aylangan ekan? bular bilan mening qarim yo'q qara aka. Men sen deb keldim, ma'qul deb ketgina o'tgan ishlar solvat desam nim bo'pti. Seni zo'lima bo'ldi. Ham gap deb bo'ldim men sana. Aka men sen gap qotma. Arasızda akınız mı? Ha, aka? Yok. Anlattınız yani. Mandar sana sordu ki. Hey, kimni tilzarga? Yaqinmisam kimni tilzar da'vatsiz kasaya o'g'risi. Sana sike. Bak aksıdım mı da tanızer. Ras. Unda bolsa bu akınız bolsa bu ettigen şıkanlar. Neymiş o gitti mi? Ha? Aka, yaxshi turdingmi aka? Cho'ngib ketganda mana. Ancha emas-ku. Aka, sen nimda uruqlab ketding? Burun tatib uruq qo'yman. Reklam judab ketibsan aka. Aka, men bilan bir uy qaysa olmamda sirtlarimda jabbo chekib yurmagin. Bakın, dadam opam bilan mening ishimni sen ortiq aralashma bo'ldi. Ma'qulmi? Aka, o ishlarga o'tib ketdi. Ma'qul deb bir salmoqlik bilan o'yinib men bilan uy qaysam bo'lmamdi aka. Dadam bilan mening arsimiz jidalga 20 yildan oshdi. Dadamning mijasi sen bilasan. Bo'ldi bu gap deyishmaydi. Oppoq aka, ma'qul degina seni bak sig'inib ketdik, men bilan bir uy ketgina aka. Totuq aka, ma'qul degina. Bo'ldi, Furkan, bo'ldi deyishmaydi dedim bu ishni. Mumkin emas. Aka, ma'qul degina men bilan uy ketgina bu qitim shu sen aytdiman deb sen bilan otang ko'rishgil keldim aka. Furkan, gapimni angla. Sizni ko'rib men xush bo'ldim. Lekin meni aytamaysan. Bizning orasimizdagi ish unda asl bo'lmaydi. Men o'zimning yaxshi ko'rgan narsa uchun kurash qilaman. Ma'qulmi? Gap angla. Aka, nimanda qilsa? Ha, shu atiga shunda oldi. Dadam bilan akamning munosib kichik vaqtidan yaxshi emas. Shu akam uydan chiqib ketgan. Men bu qitim atayin akamni izlash uchun bu yerga keldim. Asatla müştam işleri bakken de. Tamam, ma azalım demedim işlerine. Shu men akamni tez ma'qul keltiramsam bo'lmaydi. Ham sizlar bilan vaqtimni isrof qilmayman, men yuraveray, xo'sh? Ne işe gitti mi? As a man, I'm coming back as a man. You'll see, as a man. Bu kinonu başlatıp da. Otur. Ma kinonu emmimiz maqtavatdi. Shanba kunlikda kinoxon bizdan boshqa odam yo'q bo'lgan.
Manda da ayrım kino görüşünü yaxşı görmem. Ma artuşçu qarama bek amraq. Men to'g'ridan ko'rsam, mush filmni ishlagan vaqtida bek Semizkan To'qchining rolini ehtiyoji bilan o'riqlaydigan bir shot qilib, so'ng bir oyning ichida ham chiniqib, o'zi tirishib, o'riqlab mushohada qilibdi. Bek tirishchan artistkan bu. Bildığınız pek çıkken. Aras telefonunuz ovoz o'chirayapsizmi? Telefonimdan ovoz chiqmaydi mening. Chiqmasa qolibdi-ku, ish bo'lmaydi, o'chamisan bu. Aras. Ben kayakçı magazin gibi nasıl evagan? Mavu rak kalem çizgen. Pijin yiyiniz ayakta. Nimachi olacak bir narsa oldingiz? Şu sizni ko'siga chiqib qolmasin deb. Aras. Şurada kino ko'rayotgan vaqtlarda Tokioda ishlarni bo'landiganda. Tokyo'da. Meni do'stlarimdan hammasi to'q tushunmaysiz deb chaqirdi. Ben şu karanlıqdan qo'rqayman. To'q keldi-ku, meni qo'rqmang. Davomli Tokyo'da ish bo'lavermaydi-da bu yerda. Voy to'xta, siz rosti shu qizkansiz. Abla. Şöhret, Ha? Jo'rani chaqirdim. Jo'ran? Sizni ishxonamga kirib chiqsin deydi. Ha, ma'qul, ma'qul. Ma'qul, ha? Voy, Shuhratjon, qanday ahvol? Yaxshi bo'ldi. Keling. Siz. Yaxshi keldingiz, uzun bo'lib ko'rinmaysiz. Turmay choy quyasiz. Bo'ldi, Jo'ran, bo'ldi. Bo'ldi, Jo'ran. Jo'ran demang. Mush sizning programmangizni bunday yaxshi ko'rmayman men. Rahmat. Hatto bizning uydagilar ham shunday yaxshi ko'rdi. Rahmat. Nayt qobiliyatli odam ekansiz siz. Mush bizning idoradagi yoshlarning ulgusisiz. Shunlashqa sizni yuqoridan buyruq keldi. CCTV'ga yo'tkaydiganga. Oy. Canım fikam, sizni ertadan boshlab Jo'nyanga yo'l solmasak bo'lmaydi sizni. Yo'l chiqsiz. Rahmat. Lekin qarang, men sizga desam, men mushu Ballar programmasining riyosatchiligini intayin yaxshi ko'raman. Men mush umma ballarni nihoyat yaxshi ko'raman. Men bizning televiziya stansiyasini nihoyat yaxshi ko'raman. Shuningga Ya siz bağımsanız bo'lmaydi, siz bağırsanız bizga mi payda, ançımız bizga bir göz kulak olmayız sizde. Jo'ran men kirgan. Sen öyle ismin... Vay, bo'ldilar. Manda gap. Saylıqı vallahi program... Men baranmayman. Elinde birisi. Manda gap qara. Ati bizning kim Tayjanning balasi. Ta'tilga qaytib keldi ekan. Shu balaga ati bir kun sen nimani qilsang, shu balani xafa qilmay qarab turmasang, bizning Tayjanning ati yig'ini bor. Ati balla bayrami qara. Balani shunda xo'sh qilishing kerak. Nadira bilan Zumratning kim ati programmasi bor. Shuni senla qapsa bu yerda. Başlıktan kim bana küçük balık kara degeni? Bu beni birkaç köy gelemez. Emas. Bu degen işiniz. Bak, işiniz. Bu ben de hatırlayacağım bakın. Makul. Ben de birkaç köy. Başqa şey var mı? Yo'q, men chiqay. Ma'qul Jo'ran. Saqıltib qo'ydimmi? Yo'q, men hozir keldim da. Ha, cho'nglar mani ag'anti. Voy, avoramsizmi bo'ldi? Yaxshi deydi, ishiltib ko'rib baqsin. Rahmat deb elevadim ham sen. Ma'qul. Aras oldingidan telefonim buzilib qoldi degansiz, cho'ng bir telefon tayyorlab qo'ydim.
Voy, bu nima ammay? Rahmat. Немishqa yoqdanmi o'zma? Ya unda emas. Mening telefonimning shu ovozi buzilib ketdi. O'ngishib ishlasam bo'ladi. O'ngishib yurishdan o'rni yo'qdan sizni topolmay yurmay yana olib qo'ying. Nima qilamsa, vaqtini ishlatib turayimsa. Ma'qul. Ma'amda? Ey Lale. Men shu shirkatimizdan aldırdım. Chiqamsiz? Ma'qul. Yaxshi. Bundan qaytirib olasiz. İlahi. Men shunda o'ylashmoqdam qaram. Buni men qabul qilolmoqdakman. Balkim sizga nisbatan bu ish qanchalik narsa emas, lekin menga bir qimmatli ketgidek. Meni o'zgim lozim. Yo'q, unaqa emas. Bir kichkina sovg'at-ku. Qarang Lale. Ko'nglingiz tegil bo'ldi. Lekin bu rostli men qabul qilolmoqdakman. Shunga sizga rahmat lekin. Sizga daxl qilib qo'ymagandim-a? Ya daxliqimni o'z. Amsa men nima yurayini ozroq ishim bor-da. Nima qilay? Ya benim to'sam sen. Kelib qopsan-ku, o'tirib tura qo'lim kishini tuyib olay. Ya Lale. Nerede kuylarla biliyorsan? Kimda o'tsa? Voy dünya kino kirgetken yalan toşçu, maçılıklı var. Peyim uçuşdumi? Ben peyan şimsam içi, seni hem işini döktürme. Men sana deb qo'yay Kamal. Birinchidan, bundoq shamni yuz bermisin. Ikkinchidan, To'xti yaxshi bola. Uning haqorat keltiruvchimi? Uchinchidan, mening ishim ham sen aralashquchimi? Neymiş kardeşmayım? İkimiz bulup çoğu olgan tutsa. Sen çünkü minen Lale. Sen başlap bir oynab çoğuğaşqan seni qandalıqını ben obdan bilaman. Çoğularning yuzida qilmagan bo'lsam, sen qarabni qo'ymaydim Kamal. Boshqa ishim bormi? Hey, to'xtama. Hemen binaranın aslında. Çakıp sarmay tushganini bile. Assalomu alaykum. İsmim to'xtama. Men Voy, xafa bo'lmang. Men sizni tanımadim-a? Mening kimligim muhim emas, qara. Sen Lale'den jiroq tur. Bu gapingizni men qanday tushundinmi? Men Lale'den kichkimda o'ylab cho'ng olgan. Lale'ning qandaligini men obdan bilaman. Sen Lale'ga mos kelmaysan. Men Lale'ga mos kelmamdim, buni men qilmayman. Lekin Lale menga yaxshi muomala qildi, men Lale'ga yaxshi muomala qilyapman. Muamelega nima kelmoqchi? Lale'ning uchiga bir qo'l qo'yib qancha pul bilamsan? Isvaga so'ngsi qancha pul bilamsan? Yo'q, bilmayman. Senda kuylarga bizning shirkat bog'i kirmang. Men senda kuylarni jiq ko'rgan. Sening bir oylik maoshing bormi? Bir qut atirmay bermaysan.
Baganda. Tamam kıldım. A kim hava? To'xta ne? O'zi qilayotgan chiroy qo'y. O'shashda, nimada qinqin guyovi? Anlig'ida gapini. Sen bana bir oqnanchi. O'g'abal bo'lgan-ku, o'g'abal yasangmamda. Qiz bola buni qazab uygacha. Meyfin ish turmayotgan manga. Men Qalanda. Hey! Kim qilanda aka? Atiyoq gaqpamsa, chap bozak etib ketding-a? Ag'inamni ya. Qaramani ya. Mas. Qo'yta! Qo'yta! Qo'yvat! Quras qo'yib barsan-ku. Xili bilan deb bir top qalanda amming, ey. Qaysing attың? Qarasam parangishib ozg'inoq qilib ketganda qilib turdi. Sak suvagan. Sinikini sal chingaytatdimi qanda? Aklava, meniki kam o. Qalandalar. Hey! Ya pulvo shuncha nochma? Hozir bag'o, shu pulvan ochi. Pulva deb ketvarsa. O'zing topgan pulmi o? Adam topgan pulmicha, mening pulim o'xshash kelsa. Qalandalar. Lalasim naringni yaxshi ko'p qo'yganda. Sening ko'zingda puldan boshqa hech nima yo'q. Lala buning nani yaxshi ko'rib qolganini sen birimni tushunmaysan. Asqatamda bu amalı? Dekşi asqatıdı. 1 kilometre bo'lmay qara, buzildi mana shu qarabdi ha. Kichik do'stlar, esinglarda bo'lsin, biz bu ishni faqat askilarning adibini berish uchun qildik. Sizlar hargiz dormanglar ha. Mishqaslar. Ishdimi? Men ko'rdim buni. Mishta ish qilsanglar ha. Mishta ish qilganda unda bin chaqamaysizlar. Mana işte sınav payızın vardı gel. Ondan emas. Lekin shu ömrümdə mən işte atalmış paylağa həmmidən 3. Cın gap qıldın. Esil. Banqırmay. Maçlar buzulup kaldı beni ağabeyler. Oy yaman bu. Reis bir kere. Güzel. Yakında bitirip gitmez. Çıldırgan yerim.
Ya sen çek bak, Tunisa. Ezik mi? Yaxshimisiz? Siz Kazon shopimi? Ha, mana shu. Ha, undan to'g'ri ekan. Kazon bizniki Dizon bilan qamoqqa kirib ketgan. Mana sizga deb qo'ydiganda, mana mashinani to'qib qo'ysan o'zi taksi tutsab qaytsin deydi. Aras, mana portmalni olib ishxona qo'yib qo'ysin deydi. Aqsa shopping tu. Kalendarda bitmamoqda. Demak, emirga gidelim. Naman bu? Ha, tushma mana. Achaman, tushma. O'tira. Ya bu neymiş bu? Nima ulatdi? Atga sizlar bozaqiliq quyog'i. Ha? Mush boshim bisep qara. O'tgan biz nachalar bilan o'ynag'ladik-ku. Ashiyadagi jangal isingda-ku. Jangalning endikini qaradaraq-ku. O'shanga tashib ketib qara. Ya qara, uning endi azib pul yo'q. Telefonda signal yo'q. Aytib kelmaydi bu amdi, aqtingmi? Yomon qizdaligini puxat. Atash. Bayam bak achchig'im tutgandigina. Ay, inek qarasalaydigan odamchi qolib qoldi. Bunda qilsanglar bo'lmaydi, bunda qilsanglar bo'lmaydi. Ana akilayli chaqqan. Ya, tur. Sen nala telefon qilib, biroz yeb akasini ochdi. Sodiq, sizlar bormisan, tushinglar, men boray. O soqmi sen? Ey, o qiynapam bo'lmasa, o berib opirib akildanga. Shundaymi? Sodiq, sen unda degina bilan bunda qilsanglar qonuniy javobgarlik tortib qolsizlar. O'sha shulamda. Bo'ldi. Samo to'xtiga atib kelqima. Buni bilasan bilsan-ku. Qanday qiz kelsin? Shu. Tushundoq? Tushdan keyin tushan. Bulinglar. Oram opirib qo'ysak? Bula. Santimsa? Ha? Rahmat qilaman. İşte berib turibgansizlar mana. Ama to'xti gap kirmay, endi burniga yeydigan bo'ldijmi? Nachar yaxshilik qilganini bilmaydigan nima deyapti? Ya sen gap qilsangmi bu? Bu to'xtig'im mushtaligidan mushkun qolgan. Unutqanma Sodiq. To'xtining mushtaligidan bizning yaqin og'inimiz bo'lgan. Ammo mana degan magib bilan. Ayting. Qazqilib keldi. Yo'q. Qabulma. Men sizga ketin so'ray. Bir ish bo'lmaganda sizga. Bir ish bo'lmaganda. Qo'ya. Bir ish bo'lmasa tukandim olimni. Avvalo chaqchaq qilmizda sal ketib qolibdi qabul. Aldırmaydı. Başınızda. Sen bile ayrı hesap düşme.
Ben size Abdülbey'e bak. Gel gitme. Ne var? Sabla. Aldırmaya çalışma. Bak. Yapmam ben. Ben Hata git. Hadi. Ne oldu? Nim bo'lganda qilib turmaysan qancha? Ha? Nim bo'lganda qilib turma. Üstü başıram ne bop ketdi? Va to'xtamam deb to'xta desang to'xtang. To'xti? Ha? To'xtsang nim qildi? Adam emas senga qabr tashlab etdimmi? Ko'rdingmi ma'lumni? Ko'rdingmi? Qarab aka. Atrofga kelaqay. Ya to'xtamishsan hammasi. O'xshash bir nima ekan-ku. Ispating bormi? Isbat mı? Mush isbat olmay nima mana? Urdi taqma kaçtığa gaqimsan. Rost signal yok ekan bu. Sen bez o'qimish qadam qara. Anda bir narsa arasan vaqo qara. Sening valin vaqo tayliqchimi dolamasan deb qo'y. Mashina nima qilib ketdi deb gapimsan, portumalim yo'q mana. Qog'olim shu mana. Yaxshi odammishdiki. Ko'rdim yaxshiligini. Sen uningla alishirsan bo'lmaydi, dolamasan deb qo'y. Men bu ishni chuqur dadamga deyman. Sadık. Ama gazı ulanmay turibdi. Signal endi paydo bo'lguncha bektamsizlar. Boyliq bolni mashinasini akab berib qo'ysam, men tashlab ketgan. Meni tillamay istik kilolama. Ben kusab ketdim. Ben aldım mang'ashtirib kelaman. Ma'qul. Saqiltib qo'ydingmi? Ya, men bu kagil o'zimman bitta. Yaqinda yaqishtiringiz qandaroq? Yaxshi, o'zingiz olchi. Yaxshi. Sizni yaxshi ko'rdi deb bir tevadim. Meni bek tushunsiz yo'q. Kamalning ishida sizdan kechirim so'rayman. Eshqisi yo'q. Eshqisi yo'q. Haraz. Shanxayda shirkatning yangi turi ochildi. Ha, yaxshi bo'pti-ku. Lekin o'zim bosh bo'lib tumsam bo'lmaydi. Uzoqroq turib qolishi mumkin. 5 yil yoki 10 yil. İşleriniz oңushli bo'lsin. Men bilan birga ketamsiz. Yaxshimizlar, bugun sizlarga deydigan alohida bir qo'sh xabar bor. U bo'lsa-mu, mendaychi. Mendal boray. Menday. Ma'qul. Yaxshimizlar, to'xtama-to'xtamning ko'rmalari bugun alohida ko'ngil sog'imizni sizlarga sunmoqchi. Degina. O bo'lsa-mu, oldingi qilmiq ziyoratimizda biz ko'rman do'stlarga 88 yillik Shahla chash doktorini so'qgan. Buni ko'rgan nurg'on ko'rman do'stlar bizniki mushu Shahla chash doktorini sitib olsak bo'ldi deb bizniki unda salonimizga xat yozibdi. Nimishqa? Chunki Shahla chash doktori bir xil peyzi olaydi. Hey, qanday olaydi? U qurg'oq, chansiz, fuchayilgan, rangi o'chgan chashlarga shundaqla chash tushga manfaat qildi. To'g'ri. Lekin an bizniki barliq qo'llayotgan ko'rman do'stimizga buni haqsiz so'qilishga quribdimiz, yetmay qoldi. Bunuqqa Shahla şirketi manfaatni o'tkazib berish, foyda o'tkazib berish ham top setish faoliyatini o'tirib qo'ydi. Demak, siz asli bahasi 88 yuan bo'lgan Shahla chash doktorini hozir 38 yuan sotib olasiz. 38 yuanga. Asli bahasi 88 yuan. Shamsiz boshqa do'konlarga kirib so'rab baksangiz bo'ldi. Rostdan 88 yuan.
To'g'ri. Endi top setilish bo'lgandan keyin buniki kichkina bir talab bo'ldi. Ya'ni setib oluvchilarniki soni 50 ketgan vaqtda shu e'tibor baho, ya'ni 38 yillik bahodan bahramand bo'la oladi. Endi qanday setib olamiz degan vaqtda Shahlaniki, Shahla bozor saloniga kirib, ostidagi top setilish degan xatni orqali faoliyatga qatnashsa bo'ladi. Undan sirt, ya'ni ekrandagi ikkili kodni skanerlash orqali salonga kirsangiz bo'ladi. Anadagi shu ikkili kodni sal yuqori qilib olsak o'tamdi. Yaxshi narsa bo'lgandan keyin hammasi ko'rsin, xabardor bo'lsin. Yuqaroq. Inzay yuqaroq. Hey, to'sib oldi. Shahla chash to'qini tanlaganınız, kechingizni asirganligingiz, to'xtama to'xtini qo'llaganınız. Ha, rost. Mana sal kichiktirib turaman, kichiktirib. Bo'ldi. Paydani o'tinib berish bo'lgandan keyin biz pochta qilimi o'zimiz to'laymiz. Siz faqat 38 yangi situatsiyangizdan men uyingiz nad bo'lsin, biz sizdan ishingizdan oldigacha haqsiz yetkazib beramiz. Bu yozgandan faqat qamlashyapti. Faqat qiziq yeri chiqmoqda adash. Voy bo'ldi, yana qancha qiziq yer chiqsa bo'ldi. Ya adash, mashqni ko'rishga cho'qim bir qiziq yer chiqmas bo'lmaydi. Voy, qara, biz degan hikoya film, yumor film emas. Ya adash, hikoya film degan gapni ben chiqib ketdim hozir. Hikoya film degani bilamiz emas. Meyada cho'qim qiziq chiqmas bo'lmaydi hozir. Haqni talabi shu hozir. Haqqanda talab qilsin. Yumor film tartganlar nurg'un odamlar bor. Shu yoki ko'rsin. Biz hikoya film bo'lgan hikoya yumor uchun xizmat qilmaydi. Ya unda desam bo'lmaydi, qara. Hozir ko'pchilikning miyaga qo'yayotgan talabi shu. Har nega qilsang shunda otadi adash. Bo'ldi, meni shu. Biz cho'qim miyada komediyalar qilamiz. Yinik komediya bizdan degan bo'ldimi shu? Va ada yinik ig'rini masala emas, ada yinik desammi? Men o'zaki chiltirman. Men ssenariyni olishim kerak. Ya adash, rejissor oxirdagi narsa chiqirdi. Ha? Ya, men adam miyada rejissorning gap bo'lsin adash, menda qilsa. Hadi talashmaydi. Biz har qitma shunday qilsan kelsan. Ey, bunday qildi. Kimga mukofot chiqsa uning gapiga hisob. Acha. Ha. Men degandek bo'lsin. Siley. Ha. Ne qilay? Achchiq yemaydi. Bular. Ya chiqdi. Yine çıktı. Hey. Sizlar bu Quhtiyarninki mukofot chiqishini kutdi, yug'ishga muhimmasdan. Bunaqa qilcha, bundaq o'yin salonida. Keyingi qismdagi ko'rinishlar. Qashqarda ben bor. Sen bizdan asrab, ishlab olmasa, bo'lsa bo'ldi. Apa? Apa sih yang pasar? Itu. Cepat. Kau ya ini? Curun. Yamatas girişkin. Ada kılasınız. Aşkım köyde yüreğim bunca kıynamaz. Çaplak.